Assalomu alaykum. Men neft gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi 22-22 guruh talabasi Mirzaxonova Shahzoda. Meni mavzuyim pirogazni ishqor bilan tozalash. Bu texnologik sxema. Birinchi pirogaz issiqlik almashtirgichdan o'tib, to'g'ri ishqor bilan tozalash kolonnasiga silindrsimon vertikal apparat hisoblanadi bu qurilma. Shunga kelib tushadi. Bu qurilma 3 xil bo'ladi. 3 ta qatordan tashkil topgan, 3 qismdan tashkil topgan. Quyi qismi, asosiy jarayon shu quyi qismida amalga oshiriladi. Quyi qism, o'rta qism va yuqori qism. O'rta qismda 15 ta likopchalar mavjud, qalpoqchali likopcha mavjud. Yuqori qismda esa 3 bo'lakdan iborat likopcha mavjud bo'ladi. Asosiy jarayon shu qurilmada amalga oshiriladi. Bunda pastdan shu pirogaz yuboriladi. Issiqlik almashtirgich orqali 43 gradusda amalga oshiriladi bu jarayon. Undan yuqori bo'lishi mumkin emas. Ishqor tepadan tushiriladi. Pastdan gaz yuqoriga harakatlanadi, ishqor esa tepadan pastga harakatlanadi, tomchilatib yuboriladi. Quyi qismidan pastga nasoslar orqali yana o'rta qismga yuboriladi ishqorimiz, pirogazimiz. O'rta qismidan esa sirkulyatsiya qilinib, mana bu nasos orqali sirkulyatsiya uchun yana qaytarib yuqori qismiga beriladi. Bunda faqat quritgichlar mavjud. Bu pirogazimiz chiqqandan keyin bu yerda FF1201, FF1201B xavfli quritgichlarimiz mavjud. Tozalangan, quritilgan, bu yerda quritilish jarayoni, bu yerda esa tozalanish jarayoni kechadi. Pirogazimiz, tozalangan pirogazimiz tepadan quritish jarayonlariga o'tadi. Oxiri pirogaz chiqib ketadi.